Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Qurultay Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurbon va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati 15 mart kuni Germaniya federal parlamentini ziyorat qilib, hokimiyat beshidagi Sosyal Demokrat partiyasiga mansub parlament a'zosi Darya Türk Naqbova, Peter Hayt qatorliqlarni o'z ichiga olgan bir qism parlament a'zolari bilan ko'rishib, Germaniya federal parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida maxsus muzokara olib berish va bu haqda qaror loyihasi hozirlash, shundaqla parlamentda Uyg'ur do'stlik gruppasi qurib chiqish, Germaniya hukumatining Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklash haqida jiddiy tadbirlarni qo'llanish masalasi haqida konkret muzokara olib bordi. Parlament a'zosi Darya Türk Naqbova xonim ko'rishda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyining 2023-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilganligidan so'yinish tuyg'anligini ifoda qilish bilan birga, qurultay hay'atining konkret talablarini o'z mansub bo'lgan Sosyal Demokrat partiyasi markaziy organiga yetkazilganligini va o'zining Germaniya federal parlamentida Uyg'urlarning ovoz bo'lishiga g'ayrat qilganligini bildirdi. Dolqin Aysa apandim parlament a'zolari bilan ko'rishda qilgan so'zida hozir qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Yevropa parlamenti va boshqa 9 davlat tarafidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, Yevropa birligining parovuzi hisoblangan Germaniyadagi eng demokratik bir davlatning hozir qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilmasligining Uyg'ur xalqini cho'nqur afsuslantirganligini ifoda qilish bilan birga, Germaniya federal parlament a'zolaridan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasiga jiddiy qarab, bu haqda maxsus muzokara olib berib, qaror qabul qilishini umid qilganligini bildirdi. Oningdan boshqa Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati Berlindagi ziyorati jarayonida bir qism advokatlar bilan ko'rishib, Urumchidagi sho'ba zavodini taqashini davomli turda rad qilib kelgan Germaniyaning dunyoga mashhur Volkswagen avtomobil shirkatini sotqa berishning qonun yo'llari haqida muzokara olib bordi. Yillardan buyon xalqaro Volkswagenga qarshi birlashma bayonotlar e'lon qilinib, namoyishlar o'tkazilib va norozilik maktublari yo'llanib turgan bo'lsa-mu, hatto Germaniya hukumati Volkswagen shirkatining Xitoydagi zavodlarni bexatarlik sug'urtasi bilan ta'minlashni rad qilgan bo'lsa-mu, biroq Volkswagen qulqini yo'pirib olib, o'z zavodlarining Uyg'urlarning kishilik haq-huquqini dafsanda qildigan yoki Uyg'ur majburiy amkiga chetildigan jinoyatlarni sodir qilmaganligini ta'kidlab, Urumchidagi zavodini mangdirishda ching turib kelgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Minxen shahrida qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona setib olish haqidagi chaqiriqi chet ellardagi Uyg'ur tashkilotlarimizning, siyosiy faoliyatchilarimizning va avom xalqimizning qizg'in qo'llashiga erishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 12 mart kuni Germaniyaning Minxen shahrida yashayotgan bir qism Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni atiganlik nosh suhbatiga taklif qilib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilganligining 20-yilligiga sovg'a sifatida Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy organi uchun Minxen shahrida maxsus ishxona setib olish haqida iyonni to'plash safarbarligi boshlagan va nosh suhbatida tunji bo'lib Dolqin Aysa apandim o'zining bir qancha tilda nashr qilingan Xitoyning erkinlik to'ziqi nomli kitobidan keldigan 50 ming yevrolik qalam haqqini qurultayning ishxona uyi setib olishiga taqdim qilganligini jakarlagan. Shu maydonning o'zidan jami 150 ming yevrodan ortiq yordam to'plangan edi. 13 mart kuni Dolqin Aysa apandim bu vaqtda muhojiratlik qarindoshlarimizga xitoban videolik murojaatnoma e'lon qilib, chet ellardagi qarindoshlarimizni Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyi uchun Minxen shahrida ishxona uyi setib olish qurilishiga iqtisodiy jihatdan yordam berishga chaqirgan edi. 16 mart kuni qurultay raisi Dolqin Aysa apandim bu vaqtda stansiyamiz qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgan 2004-yildan buyon qurultayning markaziy rahbar va xizmatchi xodimlarining Minxen shahrida ijaraga ilingan ishxonada xizmat qilib kelayotganligini va bu jarayonda 250 ming yevrodan ortiq ijara to'laganligini, Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'ziga oid bir ishxonasining bo'lmasligining chet ellardagi Uyg'ur qarindoshlarimizning xalqarodagi obraziga salbiy ta'sir ko'rsatadiganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, har qaysi ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarimizni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Minxen shahrida qurultay markaziy organi uchun maxsus ishxona setib olish uchun boshlagan iyonni to'plash faoliyatiga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Qurultay markaziy organining stansiyamizga bildirishicha, mazkur faoliyat boshlagan 12 mart kunidan buyon jami 200 ming dollardan ortiq iyonni to'plangan. Agar buning uchun yordam berishni orzu qilgan tashkilotlarimiz va qarindoshlarimiz bo'lsa, qurultay markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Aloqalashuvchilar Turg'unjon Alovuddin Hojim. Aloqalash nomeri 0049 176 10 38 27 64. Abdujilla Ahmad Qarajim 0049 176 28 58 01 60.
Amerika hökuməti 2022 yılı 21 iyundan başlap rəsmi halda icra qilishga kirishgan Uyğur məcburi əmgakinin aldını olish qanuni hozirgacha bir qator utuqlarni qo'lga keltirganligi ma'lum. Ammo Xitoydan Amerika va boshqa g'arb ellarga eksport qilinayotgan tovarlarning son va miqdor jihati g'oyat zo'r salmoqni egallashi tufaylidan buningda yanada ko'plagan yo'chiqlar mavjud bo'lib kelmoqda. Shuning bilan birga bu sohada ishlashga tegishli xizmatlarning texmi ko'pligi kun sayin bilinishga boshladi. Ana shu xil ko'p taraflama masalalarga qarab chiqish uchun Amerika Tamojna va chegara mudofaa bosh idorasi 14 mart kunidan boshlab 2 kunlik xalqaro yarmarka majlisiga sohibxonlik qildi. Washington shahridagi Ronald Reagan xalqaro savdo markazida chaqirilgan yarmarka muhokamasining tunji maydon yig'inida oldi bilan yig'in sohibxoni Tamojna va chegara mudofaa bosh idorasi savdo bo'limining yordamchi ijroiya komissari Anne-Marie Highsmith so'z elib, majburiy emgak temasida o'tkazilgan tunji qitimliq bu xalqaro yarmarkaning muhimligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, majburiy emgak bog'lanishlik bo'lgan ta'minlash zanjirining dunyo miqyosida oz deganda 30 million odamga bevosita bog'lanishlik hodisa ekanligini, shundoq bo'lganlik uchun buni cheklash, Amerika bozoriga kirishning to'sish va buni eng tuvan chekka tushirishning muhimligini eskartib o'tdi. Uning qarashicha, buningda har qaysi sohaning o'rtaq hamkorlikda ish ko'rishi nihoyatda muhim bo'lib, shuning bilan birga majburiy emgak mahsulotlarini farqlantirishda texnologiya duch kelayotgan qiyinchiliklar oz emas. Shu sababdan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining tuzib chiqilishi va ijro bo'lishi amalga oshgan. Shuning bilan birga bu sohada bir qator natijalar qo'lga kelgan. Arqadan Amerika Vatan bexatarlik ministrligining muavin ministri Robert Silvers so'z oldi. U so'zda nuqtaliq qilib, Amerika hukumatining hozir va kelgusida o'xshashli majburiy emgakni hamda uning badaliga ishlangan har qanday mahsulotni ma'ni qildiganligini, buning qonuniy majburiyatdan boshqa yana axloqiy majburiyatga yetadiganligini, 2021 yılı mutlaq ustun ovoz bilan ma'qullangan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining bu soatdagi davr belgish bir qadam bo'lganligini, buning bilan Sharq Turkistondagi Xitoy bo'lmagan millatlar zamonaviy qullarga aylantirilgan zavodlarda ishlangan mahsulotlarni Amerika tamojnasida to'sib qilishda dastlabki natijalarning barliqqa kelganligini, bu soatdagi oxirgi nishonning majburiy emgak bilan ishlangan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishni qat'iy cheklash ekanligini alohida o'ttirib qo'ydi. Bu qitimqi yig'inga alohida taklif qilingan kishilarning biri Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Nuri Turkal orqadan so'zga chiqdi. U so'zida hozir butun dunyoga ma'lum bo'layotgan Sharq Turkistondagi majburiy emgak hodisasiga davomli bir ko'zni qisib olishning vaqti o'tganligini, o'zi bu vaqtlik mezgilda butkul oilasi bo'yicha boshdan kechirgan lager va majburiy emgak qabohatining navbatda Sharq Turkiston yangiboshdan o'tirg'i chiqayotganligi, Bungtuanning bo'lsa bu soatga bayroqdorlik rolini o'ynayotgan organ ekanligini, lagerlarga qamalgan kishilar boshdan kechirayotgan hamda qirg'inchilikning belgilaridan bo'lgan jismoniy va ro'yi xo'rliqlarning hozir mislsiz darajaga yetganligini, buningdan omon qolgan kishilarning dal mush xil majburiy emgak silinayotganligini sanab o'tdi. Shuningdek, Xitoy o'lkalariga yo'tkilayotgan minglagan Uyg'ur yoshlarining yarim harbiy tuzum shaklida mashq silinayotganligini, shu sababdan majburiy emgakning oddiy emgak silish bo'lmasdan butkul Uyg'ur jamiyatini vayronchilikqa silayotgan, millionlagan oilalarni judolikqa giribtor qilayotgan zo'r ijtimoiy masala ekanligini, mushundaq reallik ostida g'arb bozorining davomli holda Xitoy bilan savdo aloqasida bo'lishining amaliyot Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur majburiy emgakini to'sishga g'oyat zo'r darajada ta'sir ko'rsatadiganligini tafsiliy sharhladi. Shu qatorda Amerika Tamojna va chegara mudofaa bosh idorasining muvaqqat boshlig'i Troy Miller ayrim so'z qildi. U majburiy emgakning qonunga emas, yana aqalli axloq nizomlariga xilof qilmish ekanligini, Uyg'urlar duch kelayotgan hamda ular qurbonlik qilinayotgan bu xil qabihlikni texmi unumli holda cheklash uchun qilishga tegishli xizmatlarni texmi ko'p sohaga kengaytirish lozimligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni ijro qilingan 9 oydan buyon Amerika tamojnasi bir yoqli qilgan tovarlarning umumiy ahvolini sxema orqali ko'rsatdi. Amerika Kengash palatasi tarmoqidagi Kengash palatasi istixborot favqulodda komitetining xodimlaridan Elnigar Iltabirmi muhokama ishtirokchilar qatorida Sharq Turkistondagi majburiy emgakka chetishlik ba'zi masalalar haqida tushuncha berdi. Uning bayon qilishicha, Uyg'urlarning majburiy emgakiga yoki buning munosabatli ta'minlash zanjiriga bog'lanishlik bo'lganligi har qanday mahsulotni Amerika tamojnasida to'sib qilishning o'zi bekmi zo'r salmoqdagi xizmat. Ya'ni kelib buningda bir qatimliq jazmlashtirishdan keyin biror shirkat yoki zavodning mahsulotini majburiy emgak bilan aloqasi yo'q deb muqimlashtirib o'tishga bo'lmaydi. Buningda izchillik va uzun mezgillik tahqiqlashning davom qilishi lozim. Bo'libmi Uyg'ur majburiy emgaki haqidagi qonun ijro qilinishga boshlagandan buyon bir qism tovarlarning Sharq Turkistonda tayyorlanib, 3-bir davlatga o'tkazilishi hamda shu joyda o'rab qochlangandan keyin Amerika bozoriga yo'llanishi ko'plab barliq kelayotganligi ma'lum. Shunga bu jihatda tegishli tadbirlar elinishi lozim. Ya'ni kelib Bungtuan bosh bo'lib ijro qilayotgan paxta va boshqa mahsulotlarni o'z ichiga olgan Uyg'ur majburiy emgaki navbatda oilalarni vayron qilish va ayollarni turmush jihatdagi o'z erkinligidan mahrum qilish orqali Xitoy hukumatining qirg'inchilik siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylanib
qolganligi uchun bu masalaga qanday muomala qilish o'z navbatida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sishdagi eng muhim choralardan hisoblanadi. Shu sababdan Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishi amaliyotda Xitoyning qirg'inchilik siyosatiga sherik bo'lishga olib boradi. Uyg'urlar masalasini izchil turda qo'llab kelayotgan Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio 3-oyning 14-kuni Twitter yo'llab, koronavirusning manbasiga oid yangi uchurlar asosida tayyorlangan dokladini pat orada e'lon qilganligini bildirgan. Marko Rubio yana bu Twitter hisobida e'lon qilgan 37 sekundlik videosida bu virus ularning tajribaxonasidan chiqib butun dunyoga yomridi. Bu ular mangu e'tirof qilmaydigan bir paket. Biz bu paketlardan birlashtirib, o hikoyani butunlay o'zgartiradigan isbotlar to'liq. Holbuki ular bu hikoyani kishilarning bilib qolmaslik uchun qo'ldan keladigan har ishga urinib boqadi degan. 2020-yili Xitoydan boshlab yamargan COVID virusi butun dunyoda 7 million yaqin insonning o'limiga sabab bo'lgan bo'lib, 3 yildan buyon bu virusning manbasi haqida talash tartish davomlashib kelgan edi. Xitoyning bu virusning manbasini tekshirib moslashmaganligi xalqarada zo'r gumon qo'zg'ab kelayotgan masala edi. O'tgan oydan buyon bu virusning Wuhandagi tajribaxonadan yamarganligi haqidagi uchurlar yana ko'payib qolgan bo'lib, Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBI'ning boshlig'i Christopher Wray 2-oyning 28-kuni tunji qatim bu haqdagi ko'z qarashini ochiq ifodalab, COVID virusining Xitoydagi tajribaxonadan yamargan bo'lish mumkinligini aytgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allah'a emanet.